Assalomu alaykum. Davom etamiz. Endi masalalarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi, aniqrog'i 0-savol: sikloparaffinlar qanday reaksiyaga kirishadi? Buni kimyoviy xossada ham aytgandek, kichik halqalilar, ya'ni siklopropan, siklobutan birikish reaksiyasiga moyilroq, kattalari alkanlardek o'rin olish reaksiyasiga kirishadi. Demak, kichik halqalilari birikish, katta halqalilari o'rin olish degan B javob bo'ladi ekan. Birinchi savolga o'tamiz. Qaysi sikloalkan havo bilan birga 22,5 mol nisbatda to'liq reaksiyaga kirishadi, ya'ni havoda yonadi deb so'rayapti ekan. Xo'p, agar 1 mol sikloalkan oladigan bo'lsak, 22,5 mol nisbat bo'yicha havo olamiz ekan. Endi mana shu 22,5 mol havoni 20% kislorod. Xohlang 22,5 mol havo 100%, 20% qancha deb toping. Xohlang 22,5 da to'g'ridan to'g'ri 0,2 ni o'ziga ko'paytirib qo'ying. Bunda ham bir xil javob chiqadi, 4,5 mol degan. Demak, 1 mol sikloalkan oluvdik, 22,5 mol havo oluvdik va ana shu 22,5 mol havoni 4,5 moli kislorod ekan, 20%. Ana shu 1 mol sikloalkan bilan 4,5 mol kislorod reaksiyaga kirishadi. Endi sikloalkan o'zini yonish reaksiyasini ko'radigan bo'lsak, 1 mol sikloalkanga 1,5 n kislorod ketadi. Natijada mayli, mahsulotlarni to'liq yozib qo'yaylik. N mol karbonat angidrid va n mol suv hosil bo'lar edi. Xo'p, bizda masalamiz bo'yicha 1 mol sikloalkan olsak, 1,5 n havo sarflandi. Aniqrog'i kislorod sarflandi. 1,5 n formula bo'yicha 1 moliga yo'q. Biz 1 mol sikloalkanga qancha kislorod ketishini topdik? 4,5 mol. 1 moliga 4,5 mol ketar ekan. Formula bo'yicha 1 ga 1,5 n ketadi va mana shu 1,5 n ni topish uchun nima qilamiz? 1 da 4,5 ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Qisqasi 1,5 n teng bo'ladi 4,5 ga. N ni topadigan bo'lsak, n 3 chiqadi. Demak, sikloalkan tarkibida 3 ta uglerod bo'lsa, bu siklopropan bo'ladi ekan. A javob. Keyingisi 0,4 mol sikloalkanni to'liq yondirish uchun mana shuncha havo ketgan. Havoni 20% kislorod, sikloalkan topishimiz kerak. Demak, 201,6 litrni biz 22,4 ga bo'lib olaylik-da, molga o'tib olaylik. Shunda 9 mol chiqadi. Adashmasam 9 mol havo bor ekan. Endi mana shu 9 mol havoni o'zini ham 20% kislorodda. Demak, 9 da o'zini 100%, 20% qancha deb topsa bo'ladi, yoki bo'lmasa 9 mol to'g'ridan to'g'ri 0,2 ga ko'paytirib qo'ying. Shunda 1,8 mol chiqadi. Bu kislorod nimadagi? Havodagi. Endi yana yonish reaksiyasini yozamiz. Sikloalkanni 1 moliga 1,5 n kislorod ketadi. Va n mol karbonat angidrid, n mol suv chiqadi. Bizga uncha shart emas ekan, mayli, ya'ni boshidagi masalalarda yozaman, keyingi masalalarda yozib o'tirman bu narsani. Demak, n mol suv hosil bo'ladi ekan. Demak, bizda masalada aytayapti 0,4 mol sikloalkanga ketgan kislorod, havodagi kislorod 1,8 mol ekan. Formula bo'yicha 1 ga 1,5 n ketadi. Va mana shu 1,5 n ni topishimiz uchun 1 da 1,8 ko'paytirib 0,4 ga bo'lamiz. Shunda 4,5 kelib chiqadi bu ham. Demak, 1,5 n 4,5 ga teng bo'lsa, n teng 3 bo'ladi. Demak, bunda ham 3 ta uglerod saqlagan siklopropan yongan ekan. A javob. Keyingisi 16,8 gram alkanni to'liq gidrogenlash uchun 8,96 litr vodorod sarflandi. Birinchi navbatda mana bu 8,96 litrda molini topadigan bo'lsak, 0,4 mol chiqadi. Menimcha buni bilasiz, 22,4 ga bo'lamiz. Xo'p, endi sikloalkanlarni 1 moli o'sha gidrogenlanishi uchun 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishib alkan bo'lib ketadi-da. Ya'ni halqa ochilib ketadi. CnH2n + 2. Demak, 16,8 gramiga bizda masalada 0,4 mol vodorod reaksiyaga kirishar ekan. Reaksiya bo'yicha 1 mol vodorod reaksiyaga kirishadi. Qancha sikloalkan bilan proporsiya qilsak, massasi kelib chiqadi 42 gram. Demak, 42 qaysi sikloalkanning massasi? Sikloalkanlar umumiy formula bo'yicha massasi 14 n va mana shuni o'zini 42 ga tenglaymiz. N teng bunda ham 3 chiqadi ekan. Demak, 3 ta uglerod saqlagan siklopropan bo'ladi ekan. Bu ham A javob. Keyingisi molyar massasi 10 bo'lgan siklopropan va vodoroddan iborat aralashma 70 gradusgacha qizdirilganda, endi bu yoqda reaksiyaga kirishadi ikkalasi. O'sha
malyar massasi olingan gazlar aralashmasini hisoblashimiz kerak ekan. Boshida siklopropan bo'lgan va nima bo'lgan? Vodorod bo'lgan. Keling mana shuni qaychi yoki diagonal usulga tashab mol nisbatini topamiz. Bittasini malyar massasi 42, bittasiniki 2, o'rtachasi dastlabkisi 10 bo'lgan ekan. Xo'p, mana bu yerda 8 bo'ladi, mana bu yerda 32 bo'ladi. Nisbat oladigan bo'lsak 1 ga 4. Keling mana shu nisbat bo'yicha sonlarni tanlab olamiz. Ya'ni boshida 4 mol vodorod bo'lgan, 1 mol nima bo'lgan? Siklopropan bo'lgan. Endi mana bu siklopropanni o'zi vodorod bilan reaksiyaga kirishib, 1 mol siklopropanni o'zi 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishib, 1 mol propanni hosil qiladi. Xo'p, dastlabkisi sarflangani muvozanat holatda yoki ortib qolgani deydigan bo'lsak, bu 1 bo'lgan, diagonal bo'yicha bu 4 bo'lgan, mana topdik. Endi qaysi biri kam? Siklopropan kam ko'rinib turibdi, 1 kichik. Ya'ni mana shu bo'yicha to'liq ketadi. 1 mol siklopropanni o'zi 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishadi va 1 mol sikloalkandan alkan hosil bo'ladi. Endi ortib qolganini topish uchun birdan birda ayiramiz 0, ya'ni siklopropan tugaydi, to'liq reaksiyaga kirishib ketadi. Vodorodni biri reaksiyaga kirsa 3 moli ortib qoladi va bundan tashqari 1 mol propan ham bor. Mana shu aralashmani o'rtachasini topishimiz kerak. Demak, m o'rtachani topish uchun umumiy massani umumiy molga bo'lamiz. Demak, 3 mol vodorodni massasi 3 kara 2 plus 1 mol propanni massasi 1 kara 44 taqsim mollari 3 plus 1. 44 ga 6 ni qo'shsak 50, 50 ta 4 ga bo'ladigan bo'lsak 12,5 chiqadi ekan. Demak, hosil bo'lgan aralashmaning o'rtacha malyar massasi 12,5 bo'ladi ekan. S javob. Keyingisi siklopropan va vodoroddan iborat aralashma 70 gradusgacha qizdirilganda olingan gazlar aralashmasi malyar massasi 12,5 bo'ldi. Dastlabki gazlar aralashmasining malyar massasini toping. Endi bu teskarisidan kelinadigan masala ekan. Xo'p. O'rtacha malyar massa doim ikkita gazni, agar ikkita gaz bo'ladigan bo'lsa, gazlar aralashmasida ikkalasining massasini o'rtasida bo'ladi. Hozir 12,5 bo'lsa, demak o'rtachasi bitta gaz 12,5 dan kichik, bittasi 12,5 dan katta bo'lishi kerak-da. Hozir bizda reaksiyada aniq propan chiqadi. Propanning malyar massasi 44. Demak, 44 12,5 dan katta. Demak, 12,5 dan katta gaz aniq propan bo'ladigan bo'lsa, 12,5 dan kichik gaz aniq vodorod bo'ladi. Ya'ni siklopropan ortib qolmagan, vodorod ortib qolgan, siklopropan to'liq reaksiyaga kirishgan. Xo'p, oxirida nima bor desa, siklopropan bilan nima bor? Siklopropan deb yotibman. Nimaga? Propan bilan vodorod bor oxirida. Ya'ni mana bu reaksiya, hozirgi masalan o'zi mana bu oxirida mana bu ikkalasi bor. Vodorodni ortib qolgani mana va propanni hosil bo'lgan. Mana shu bor. Mana shu aralashmani o'rtachasi 12,5 ekan. Diagonalga qo'yib mol nisbatini topamiz. Bittasini massasi 44, bittasini massasi 2, o'rtachasi 12,5 ekan. Xo'p, ayiradigan bo'lsak, bu yog'i 31,5 chiqadi, bu yog'i 10,5 chiqadi. Nisbat oladigan bo'lsak 1 ga 3. Bo'ldi, mana shu sonlarni olaylik. 1 mol oxirida propan bor, 3 mol vodorod bor deb oladigan bo'lsak, endi reaksiyasini yozamiz. S3H6 plus vodorod hosil bo'ladi S3H8. Xo'p, dastlabki sarflangan muvozanat. 1 mol propan olish uchun, ya'ni bizda 1 mol propan bo'lgan. Diagonalda topdik molni. 1 mol propanni o'zini hosil qilish uchun qancha vodorod, qancha siklopropan sarflandi desak, 1 mol vodorod, 1 mol siklopropan sarflangan. Xo'p, ortib qolgan vodorodni diagonalda topdik 3 mol mana. Mana bu ortib qolmagan 0. Vodorod ortib qolgan 3, sarflangani 1, buniki ham 1. Shunda dastlabkisini topish uchun o'sha ortib qolganiga sarflanganini qo'shamiz. 1 bu dastlabki sikloalkan, 3 ga 1 ni qo'shamiz, 4 bu vodorod. Dastlab 1 mol sikloalkan, 4 mol vodorod bo'lgan, o'rtachasini topishimiz kerak. Demak, o'rtachasini topish uchun yana o'sha ishni qilamiz. Umumiy massani umumiy molga bo'lamiz. Siklopropanning 1 moldagi massasi 42, ko'paytirilgan 1 plus 3 mol 4 mol vodorodning massasi 4 kara 2. Mollari 1 plus 4. Xo'p, 42 ga 8 ni qo'shsak 50, 50 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 10 gram taqsim mol chiqadi. Demak, o'rtachasi 10 gram taqsim mol bo'lgan ekan. S javob. Xo'p. Sertifikatchilar, sizlar shunday ishlanglar.
xohlasalar shunday ishlasalar ham bo'ladi. Men misol uchun bunaqangi usulda ham ishlab o'tiribman. Men o'sha ortish kamayish orqali ishlab ketaveraman bunaqangi savollarda. Ya'ni nima qilaman? Xos. Xo'p, sertifikatchilar, sizlar qanday ishlashlaringiz mumkin yana? Men massani saqlanish qonunidan ketaman. Men massani saqlanish qonunidan ketib ishlayman. Xo'p, bu qanday bo'lishi mumkin? Hozir uni ko'rsatib beraman. Xo'p, boshida nima bo'lgan? Siklopropan bilan vodorod bo'lgan. Oxirida o'sha propan bilan vodorod bo'lgan. Xo'p. Mana oldingi safargi videomizga o'xshab ikki xil rangda yozib tushuntiraman. C3H6 bu reaksiyaga kirishgan sikloalkan va mana bu ko'kda yozgan vodorodim bu reaksiyaga kirishgan vodorod. Mana bu qizil vodorodim reaksiyaga kirishmay qolgan vodorod. Xo'p, endi reaksiyaga kirishsa sikloalkan bilan vodorod bu yoqda reaksiya ketadi va natijada hosil bo'ladi nima? C3H8 propan hosil bo'ladi va ortib qolgan vodorod turaveradi. H2. Xo'p, xohlasangiz mana oldingi safar ham aytdik, massani saqlanish qonunidan ketib ishlang. Hozir mana diagonalga tashab mol nisbatini topdik. Mol nisbatini topsak, vodorodni ortib qolgani diagonalda 3 mol chiqdi. Mana bu alkanimiz 1 mol chiqdi. Xo'p, o'zi reaksiyaga qaraydigan bo'lsak, C3H6 ni 1 moli 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishsa, C3H8 hosil bo'ladi. Xo'p, endi 1 mol ga 1 mol reaksiyaga kirishib 1 mol chiqadi. Reaksiyada qanday o'zgarish bo'lyapti? Mol bo'yicha o'zgarish. Hozir 2 moldan 1 mol hosil bo'lsa, bu degani 1 mol kamayish. Demak, mol 1 molga kamayar ekan reaksiya bo'yicha. Bizda ham alkanimiz 1 mol. Mana bu 1 mol bo'lsa, kamayish qancha deb topadigan bo'lsak, bu ham 1 mol chiqadi. Demak, 1 molga kamaygan aralashmaning umumiy moli. Hosil bo'lgan aralashma 4 mol. Qarang, 1 molga kamaygandan keyin 4 mol bo'lib qolyapti. Dastlab necha mol bo'lgan desa, dastlab o'sha 4 plus 1 teng 5 mol. Dastlab 5 mol bo'lgan. Dastlab 5 mol bo'lgan. Endi massani saqlanish qonuni. Hozir mana aralashmani, ya'ni olingan aralashmani massasi mana bu dastlabki aralashmaning massasi teng. Hozir olingan aralashmaning massasi qancha? 1 mol 12,5 bo'lsa, 4 moli qancha? 4 moli qancha bo'ladi desak, 50 gram chiqadi. Demak, hosil bo'lgan aralashmamiz 50 gram bo'ladigan bo'lsa, dastlabki aralashma ham 50 gram bo'ladi. Endi oxirgi ish o'sha 50 gramni 5 molga bo'lib qo'yamiz. 10 gram taqsim mol chiqadi. Endi bu usul sizga biroz tushunarsiz yoki qiyin tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Men o'zim lekin nimagadir mana shu usulda ishlab ketaman. Tez-tez o'sha dastlab diagonalga tashlab mol nisbatini topaman, keyin o'sha massasini topib qo'yaman. O'sha massa dastlabki massaga teng. Kamayish topaman, keyingi aralashmaga kamayishni qo'shib qo'ysak, dastlabkisi kelib chiqadi va ana shunda topaman. Xohlang u usulda, xohlang bu usulda. Menimcha sertifikatchilarga ikkinchi emas, birinchi usulimiz, ya'ni o'ng tomonda mana bu usulimiz ham qulayroq bo'ldi menimcha. Bilmadim, ko'ring. Kimga qaysi usul to'g'ri kelsa o'shanda bosaversin. Lekin kamayishda ishlasangiz, qaysidir joyda ya'ni muvozanat holati ortib qolgan bo'lsa ham tez chiqadi. Aynan mana shu usul tez chiqadi. Men mana shuni tavsiya beraman. Aynan bu masalaga emas-ku, qolgan masalalarga. Xo'p, keyingisi molyar massasi 34 bo'lgan siklopropan va vodoroddan iborat aralashma platina ustidan o'tkazilganda molyar massasi qancha bo'ladi? Xo'p, buni ham shu diagonalga tashlaymiz. Siklopropan bo'lgan 42, vodorod bo'lgan 2, o'rtachasi 34. Xo'p, ishlasak mana bu yerga 8 tushadi, mana bu yerga 32 tushadi. Nisbat oladigan bo'lsak 4 ga 1. Endi ko'rinib turibdiki, vodorod kam, sikloalkan ko'p bo'lib turibdi. Ya'ni hozir bu yoqda sikloalkan ortib qoladi. C3H6 ni 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishadi va C3H8 propanni hosil qiladi.
Xo'p, endi dastlabkisi sarflangani muvozanat holatdagisi desak, dastlab 4 sikloalkan, 1 vodorod bo'lgan. Endi kami bo'yicha vodorod bo'yicha ketadigan bo'lsak, 1 mol vodorod, 1 mol sikloalkan bilan reaksiyaga kirishadi. 1 mol nima hosil bo'ladi? O'sha alkan hosil bo'ladi. Xo'p, 4 dan 1 ketadigan bo'lsa 3 qoladi, 1 dan 1 ketadigan bo'lsa bu qolmaydi. Mana bu 1 bo'ladi. Demak, o'rtachasini topishimiz kerak. O'sha aralashma o'rtachasini topamiz. Demak, m o'rtachasi demak, topish uchun 42 sikloalkanni molini 3 ga ko'paytiramiz, 44 propanni molini 1 ga ko'paytiramiz va umumiy moli 3 + 1 ga bo'lib qo'yamiz. Mana shunda javob chiqadi nechadir? Xo'p, xohlang mana shu usulda ishlang. Xohlang. Xohlang shu usulda ishlang. Hech kim sizga ishlama demaydi. Javob necha chiqadi hozir? Xo'p, javob chiqadi 170 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsa 42,5 chiqadi ekan. B javob. Xo'p, endi men nima qilaman? Mana shu joyda kamayishdan ketaman. SO3H6 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo'ladi nima? S3H8. Xo'p, dastlabki aralashmani 1 moli 34 gram edi. Bizda dastlab 5 mol bo'lgan. Mana shu 5 molni olib borib mana bu yerga qo'yamiz. 170 gram chiqadi. Dastlabki aralashmaning massasi 170 gram bo'lsa, bu degani o'sha keyingi aralashmaning massasi ham 170 gram chiqadi. Hozir reaksiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 1 molga 1 mol reaksiyaga kirishib 1 mol hosil bo'lsa, chapda 2 mol, o'ngda 1 mol. 2 moldan 1 mol hosil bo'lsa, 1 mol kamayish. Bizda ham vodorod 1 mol o'sha hisobiga kamayish topadigan bo'lsak 1 mol chiqadi. Kamayish 1 mol bo'lgan. Boshida necha mol bo'lgan? 5 mol edi. Diagonalda topdik 1 mol 4 mol deb. O'sha 5 molni o'zini ham 1 mol kamaygandan keyin qancha bo'lib qolishini topsak 4 mol chiqadi. Demak, oxirgi aralashma bu 4 mol. Oxirgi aralashma 4 mol. Massa 170 gramligicha turaveradi, o'zgarmaydi. Mol o'zgaradi, massa o'zgarmaydi. Demak, 170 gramni o'zini 4 molga bo'lib qo'yasiz. Shunda 42,5 gram taqsim mol chiqadi ekan. Hosil bo'lgan aralashmaning molar massasi B javob. Keyingisi siklopropanga mol miqdorda vodorod qo'shib qizdirilganda olingan aralashmada vodorodning mol ulushi 3/4. Xo'p, qaranglar. Bunda nima qilamiz? Hozir siklopropanga mol miqdorida mol miqdorida, ya'ni vodorod ko'p bo'lgan. Vodorod ko'p bo'ldi degani sikloalkan kam bo'ldi degan. Ya'ni vodorod ortib qolgan. Vodorodning mol ulushi 3/4 degani, agar oxirida ya'ni siklopropan vodorod bilan kirishib propanni hosil qiladi-ku, oxirida nima bo'ladi? Propanni hosil bo'lgani va vodorodni ortib qolgani. Vodorodning mol ulushi 3/4 degani, oxirida 4 mol gazlar bo'lsa, 3 moli aniq vodorod. Shunda mol ulushi 3/4 bo'ladi. Xo'p, endi 4 moldan 3 mol vodorod bo'lsa, 1 moli propan bo'ladi. Mana molini topdik. Ana endi reaksiyani yozamiz. Mana shu alkanni olish uchun qancha sikloalkan ketgan, o'shani topishimiz kerak. SO3H6 ni 1 moli o'sha 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishib S3H8 ni hosil qiladi. Dastlabki sarflangan muvozanat deydigan bo'lsak, muvozanat holatda mana bu sikloalkan bo'lmagan. Vodorod 3 mol qolgan, mana bu 1 mol bo'lgan. Shunda umumiy 4 mol bo'ladi. Xo'p, mana bu 1 mol alkan hosil bo'lishida qanchadan sarflangan desak, 1 mol sikloalkan, 1 mol vodorod sarflangan. Shunda mana bular 1 bo'ladi. Dastlabkisi shunda 0 ga 1 ni qo'shamiz, 1 bo'lgan bu sikloalkan, 1 ga 3 ni qo'shamiz, 4 bo'lgan vodorod. Dastlab 4 mol vodorod, 1 mol sikloalkan bo'lgan. Vodorodning mol ulushini topish uchun 4 ni 1 + 4 ga bo'lamiz. Tushunarli? Demak, dastlabki o'sha aralashmada vodorodning mol ulushini topish uchun vodorodning molini umumiy molga bo'lib o'ramiz.
4 ni bo'lsak, demak 5 ga 4 taqsim 5 chiqadi ekan yoki 0,8 yoki 80% degan javob bo'ladi. Ya'ni kasr ko'rinishda beribdi, C javob. Keyingisi ekemalar nisbatida siklopropan va siklobutandan iborat aralashma mol miqdorda vodorod qo'shib 70 gradusgacha qizdirildi. Reaksiyadan keyin gazlar aralashmasining o'rtacha molar massasi nima bo'lgan? 21,6 bo'lgan. Reaksiyadan oldingi gazlar aralashmasini molar massasini toping. Xo'p, endi bunda xohlasangiz ikkita reaksiya qilib yozing, xohlasangiz bitta reaksiya qilib yozing. Men xohlasangiz sizga ikkita reaksiyaligini ham ko'rsataman, bitta reaksiyaligini ham ko'rsataman. Xo'p, ekemalar nisbatda deyapti. C3H6 plus 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishgan C3H8 bo'ladi. Keyin siklobutanning o'zi C3H8 1 mol C4H8 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishsa C4H10 hosil bo'ladi. Demak, ekemalar nisbatda, ya'ni teng molda deyapti. O'zimiz tanlab olamiz sikloalkanlarda 1 mol tanlab oladigan bo'lsak, sarflangan vodorodlar ham 1 moldan chiqadi. Hosil bo'lgan alkanlarimiz ham 1 moldan chiqadi. Endi bundan tashqari vodorodni ortib qolgani ham bor. Vodorodni ortib qolgani ham bor va mana bu vodorodni ortib qolgani pastdan yozganim. Mana bu ko'rinishda. Ya'ni nima uchun men bu ko'rinishda yozyapman? O'sha mana bu qism bu dastlabki aralashma, mana bu qism hosil bo'lgan aralashma. Mana bu dastlabki va hosil bo'lgan aralashma ekan. Xo'p. Mana dastlabki aralashma va keyingi aralashma. Xo'p, endi vodorodni ortib qolganini bilmaymiz biz qanchaligini. Shuning uchun keling x mol deb olamiz. Mayli, bo'lmasa sizni tushunishingiz uchun boyaginday qizilda yozib qo'yaman. Mana bu vodorodni reaksiyaga kirishmaydigani, ya'ni ortib qolgani. Demak, bu o'zgarmay turaveradi. Bu x mol. Shunda dastlab ham reaksiyaga kirishmagan vodorod, ya'ni ortiqcha vodorod x mol bo'lgan. Xo'p, mana bu aralashmaning o'rtachasini 21,6 deyapti. Demak, m o'rtachani topishimiz kerak ekan. O'zi bizda bergan 21,6 barobar topish uchun nima qilamiz? Umumiy massani umumiy molga bo'lamiz. Demak, 1 mol propanning massasi 44, 1 mol butanning massasi 58 plus x mol vodorodning massasi 2x. Mollari 1 plus 1 plus x. Xo'p, mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x teng 3 chiqadi. Demak, mana vodorod 3 mol bo'lgan ekan ortib qolgani. Ya'ni reaksiyaga kirishmagani. Bu degani dastlab ham 3 mol ortiqcha vodorod bo'lgan. Xo'p, dastlabki gazlar aralashmasini molini topish uchun nima qilamiz? Hammasini qo'shamiz. 1 mol bu, 1 mol reaksiyaga kirishgan vodorod, 1 mol siklobutan, 1 mol u bilan reaksiyaga kirishgan vodorod va 3 mol. Jami shunda qancha bo'ladi desa, hammasini qo'shsak 2 7 mol bo'ladi. Dastlab 7 mol bo'lgan. Xo'p, vodorod qancha bo'lgan? Vodorod 1 3. Jami vodorod shunda 1 plus 1 plus 3. Jami 5 mol bo'lgan. Bu dastlabki vodorod. Dastlabki vodorod 5 mol bo'lgan. Dastlab 7 mol gazlar aralashmasidan 5 mol vodorod bo'lsa, vodorodning mol ulushini topish uchun vodorodning molini umumiy mol 7 ga bo'lamiz. 5 taqsim 7 chiqadi. Bu vodorodning dastlabki mol ulushi. C javob. Xo'p, keyingisi ekemalar nisbatida siklopropan va siklobutandan iborat. Hozirgi masalan o'zi. Buni bitta reaksiya qilib yozsangiz ham bo'lar ekan, mayli, bu shart emas. Boyagi mana bu usul bilan deyarli bir xil bo'lib qolar ekan. Boshqa masalalarda kelib qolsa ko'rsataman. Xo'p, siklopropan va siklopentan vodoroddan iborat aralashma mol nisbati 1:4, ya'ni 1 mol siklopropan, 1 mol siklopentan, 4 mol vodorod bo'lgan deb oladigan bo'lsak, 70 gradusgacha qizdirilibdi. Xo'p, endi mana shu narsani bitta ko'rishimiz kerak. Xo'p. O'zi 1 mol siklopropan bilan 1 mol vodorod reaksiyaga kirishadi. 1 mol siklopentan bilan 1 mol. Ikkalasiga ham biriga 1 moldan 2 mol vodorod ketsa, bizda 4 mol vodorod bor. Nisbat bo'yicha qaraydigan bo'lsak, shuni ikkisi reaksiyaga kirishadi sikloalkanlar bilan, qolgan nima qoladi? Qolgani qoladi. Hozir Xo'p. Endi idish ko'rinishida men chizib
tushuntirishni o'zim ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun sizga idish ko'rinishida chizib beryapman. Xo'p, qaranglar. Boshida nima bo'lgan? Siklopropan 70 gradusgacha qizdirsak, siklopropan reaksiyaga kirishib ketadi-da. Bu vodorod bilan reaksiyaga kirishib ketadi. Bundan tashqari kirishishi mumkin. Xo'p. Yana kirishishi mumkin. Hozir mana to'q. Yo'q. Mana shu yaxshi menimcha. Bundan tashqari siklopentan C5H10 bu vodorod bilan endi bu o'sha 70 gradusda kirishmaydi va bundan tashqari ortiqcha vodorod bo'lgan. Chunki 3 ta reaksiyadagi narsalarni 3 xil olyapman. Mana bu siklopropan bilan reaksiyaga kirishgan vodorod, mana bu demak siklopentan bilan kirishgan vodorod, mana bu ortib qolgan vodorod. Birinchi 70 gradusgacha qizdirgan paytimiz mana bu propan bo'lib ketadi, C3H8 bo'lib ketadi. Lekin pastdagi reaksiya ketmaydi. C5H10 bilan u bilan reaksiyaga kirishadigan vodorod qoladi. Va bundan tashqari yana nima bo'ladi? O'zi bu yoqda rasm chizishni keragi bormikan degan savol bor. Men o'zi hozir miyam kelib qoldi. Bu narsaning keragi bormikan? Bu masala uchun aynan. Demak, keyin 350 gradusgacha qizdirsa mana bu pentan bo'lib ketadi, C5H12 bo'lib ketadi. Bundan tashqari ortiqcha vodorod ham bor. O'zi bunga rasm kerak ham yo'q ekan. Qisqa sxema mana shunday bo'ladi. Sxema qoladi-ku, lekin keyin o'chirib tashlayman. Xo'p, qisqasi boshida 70 gradusda qizdirganimizda C3H6 ni o'zi vodorod bilan reaksiyaga kirishadi. Vodorod bilan reaksiyaga kirishib C3H8 propanni hosil qiladi. Mana buni 1 mol oladigan bo'lsak, bu 1 mol vodorod bilan reaksiyaga kirishadi, 1 mol alkan chiqadi. Xo'p, endi bizda 4 mol vodorod bor edi. 1 mol reaksiyaga kirishib ketgan bo'lsa, 3 mol qoladi. Bu qolgan vodorod. Demak, bizda C3H8 bor ekan, 1 mol hosil bo'ldi. Reaksiyaga kirishmadi hali C5H10 siklopentan va ortib qolgan vodorod. Xo'p, endi bizda propan hosil bo'ldi 1 mol. Siklopentan boshida 1 mol edi, bu turibdi o'zgarmay. 3 mol vodorod bu ortib qoldi. Mana shu aralashmaning o'rtachasini topishimiz kerak. Demak, M o'rtachani topadigan bo'lsak, massalari 44, 1 mol propanni massasi, 1 mol siklopentan massasi 70 plus 3 mol vodorodni massasi 3/2. Mollari 1 plus 1 plus 3. Xo'p, shunda 120 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 24 gram taqsim mol chiqadi. Bu dastlabki o'sha 70 gradusgacha qizdirilgandan keyingi A aralashmani nimasi? O'rtacha molyar massasi. Xo'p, endi B aralashmani ko'radigan bo'lsak, 350 gradusgacha qizdirsa C5H10 reaksiyaga kirishadi vodorod bilan. Bu vodorod bilan reaksiyaga kirsa pentan hosil bo'ladi. C5H12. Endi 1 mol sikloalkanimiz reaksiyaga kirishadi. Bu ham 1 mol vodorod bilan 1 mol alkan hosil qiladi. Endi bizda 3 mol vodorod qolganda, shuni yana 1 mol reaksiyaga kirishib ketsa, 2 mol bu qolgan vodorod oxirida qoldi, bo'ldi. Boshqa u bilan reaksiyaga kirishadigan nima qolmadi? Sikloalkan qolmadi. Demak, oxirida propan bor. Bundan tashqari pentan ham hosil bo'ldi va ortiqcha vodorod bor. Propan 1 mol turibdi, alkanimiz ham 1 mol hosil bo'lgan pentan va 2 mol vodorod qoldi. Mana shu aralashmaning o'rtachasini topamiz. Demak, M o'rtacha bizda propan 44 1 moli, pentan 72 1 moli va 2 mol vodorod 2/2. Mollari 1 plus 1 plus 2. 170 yo'q, 120 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 gram taqsim mol chiqadi. Bu o'sha hosil bo'lgan aralashmani o'rtachasi ekan. 24 va 30 degan A javob bo'ladi ekan. Keyingisi metil siklogeksan xlorlanishi natijasida demak barcha monoxlorli izomerlarni birlamchi va
birlamchi ugleroddagi vodorod atomlari sonini hisoblashimiz kerak. Fazoviy izomer hisoblanmasin deyapti. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, xo'p, mana nima bo'ldi? Metil siklogeksan bo'ldi. Xlorlanganda endi uglerod atomlariga nima keladi? Xlor keladi. Shu joyda mana yo'q. Mana bu yerda ham nima bor? Burchaklarda uglerodlar bor. Lekin xlor qayerga keladi? Xlor mana bu uglerodga kelishi mumkin. Bu 1. Mana bu uglerodga kelishi mumkin. O'xshash yo'q. Bu 2. Mana bu ikkita uglerod bir-biriga o'xshash. Shuning uchun bittasiga keladi. Bu 3. Mana bu ikkita uglerod bir-biriga o'xshash. Bularga xlor, bunga xlor keldinimi? Bunga xlor keldinimi? O'xshashlarning bittasiga keladi xlor. 4 va mana buni o'xshashi yo'q. Bunga xlor kelishi mumkin. Bu 5. Demak 5 ta holatda yozib chiqishimiz kerak. Xo'p, sikloalkan o'zini to'g'risini aytsam 6 burchak nisbatan yaxshi chiqdi, shuning uchun shuni olaylik. Xo'p, mana metil siklogeksan. Demak 5 xil mahsulot bo'lar ekan. 5 xil mahsulotni yozib qo'yaylik. Xo'p, mana. Demak xlor boshida mana bu birinchi uglerodga kelar ekan. Xlor keyin mana bu yerga kelar ekan. Ikkinchisida xlor, uchinchisida mana bu yerga kelar ekan. Xlor to'rtinchisida mana bu yerga kelar ekan. Xlor beshinchisida mana bu yerga kelar ekan. Birlamchi uglerod aynan mana buni o'zi. Bu o'zgarmay turaveradi. Hammasida birlamchi uglerod mana shu. Endi mana shuni o'zini nima qilamiz? Vodorodni topishimiz kerak. Ikkita qo'li band. Mana birinchi moddada ko'rayotgan bo'lsak, ikkita qo'li nima? Band. Ikkita qo'li band bo'lsa, 4 valent bo'lish uchun yana ikkita vodorod kerak bunga. Mana bu holatda bitta qo'li band, bu degani 3 ta qo'li bo'sh, 3 ta vodorod kerak. Bunda ham xuddi shunday CH3 bo'ladi, bunda ham xuddi shunday CH3 bo'ladi, bunda ham xuddi shunday CH3 bo'ladi. Demak, umumiy hamma vodorodni qo'shsak 2 plus mana bu 4 tasida ham 3 tadan vodorod, 4 karovchi 12 ta. Mana bu yerda 2 tani qo'shadigan bo'lsak, 14 ta vodorod bo'ladi ekan. C javob. Keyingisi 11,2 litr metil siklopropanni to'liq yondirish uchun 2 molar nisbatda kislorod ozon aralashmasidan qancha mol kerak deb so'rayapti ekan. Birinchi navbatda o'sha siklopropan o'zini, keling mana shuni ham ikki xil usulda ko'rsatib beraman sizga. Siklopropanni o'zini yonish reaksiyasini yozadigan bo'lsak, endi 1 moliga 4,5 mol kislorod ketadi, 3 mol karbonat angidrid va 3 mol suv hosil bo'ladi. Xo'p, mana shu 4,5 kislorod o'zini qanday kelganini ham mayli yozib ketaman. Demak, kislorod ketadi ekan, aniq berilgan bo'lsa topish osonda. Karbonat angidrid bilan suv chiqishi aniq. Reaksiyani shunchaki tenglashtirib qo'yasiz. Xo'p, uglerod 3 ta ekan 3 qo'yasiz. Vodorod 6 ta ekan chapda, 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Demak, 3 ta kislorod, 3 ga 2 6 ta kislorod, 3 ga 2 ni qo'shadigan, 3 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 9 ta kislorod o'ng tomonda. Chapda ham 9 ta bo'lishi uchun 9 2 ga bo'lamiz, 4,5 kislorod ketadi. Demak, nima qildik? Mana reaksiyani ham tenglab oldik. Endi 0,5 moliga qancha ketadi? Shuni topishimiz kerak. 1 moliga 4,5 mol kislorod ketadi. 0,5 mol, ya'ni 11,2 litr degan 0,5 mol degani o'sha 0,5 moliga qancha kislorod ketishini topsak, 2,25 mol kislorod ketadi ekan. Endi ozon kislorod aralashmasini ko'radigan bo'lsak, kislorod ozon. Mana ozon kislorod. Endi ekvivalent nisbatda olingan ozon kislorod deyapti. Demak, 1 mol oladigan bo'lsak, 1 mol ozondan 1,5 kislorod hosil bo'ladi. 1 mol kislorodni o'zi turaveradi. Xo'p, ozon kislorod aralashmasidan olingan kislorod tushundingiz-a? Demak, ekvivalent nisbatda olingan ozon kislorod aralashmasi deyapti. Ya'ni ozon bilan kislorodni moli teng. 1 mol oladigan bo'lsak, ozondan chiqadigan kislorod 1,5 mol bo'ladi. Kislorodni o'zi o'zgarmay turadi. Bu 1 mollikcha turaveradi. Demak, mana bu ozon kislorod aralashmasidan olingan kislorod bizda qancha bo'ldi? Umumiy bu 2,5 mol kislorod bo'ldi. Qancha aralashmadan olinyapti? 1 mol jami 2 mol aralashmadan olinyapti. Demak, 2,5 mol kislorod 2 mol aralashmadan olinadi. 2,25 moli qancha aralashmadan olinadi? Proporsiya qiladigan bo'lsak, 2,25 ni 2 ga ko'paytirsak 4,5 ni 2,5 ga bo'ladigan bo'lsa,
9/5 1,8 mol bo'ladimi? 1,8 mol chiqadi ekan. Demak 1,8 B javob. Xo'p, endi boshqacharoq usulda ko'radigan bo'lsak, bu ham salkam bir xil usul. Nima qilamiz? O'sha Xo'p, qisqasi 2,25 mol kislorod ketar ekan, 2,25 mol kislorod ketar ekan. 2,25 mol kislorod qancha bo'ladi? 4,5 mol kislorod bo'ladimi? Endi ozon kislorod aralashmasi deyapti. Teng mol nisbatda 1 mol kislorod, 1 mol ozon desak, bunda qancha kislorod bor? Jami 5 mol kislorod bormi? Demak 2 mol aralashmadan 5 mol kislorod olish mumkin ekan atomi. Bizda 4,5 mol bo'lar ekan. 4,5 mol bo'ladigan bo'lsa qancha? 4,5 ni 2 ga ko'paytirib 5 ga bo'ladigan bo'lsak, bunda ham 1,8 mol chiqadi. Xohlang usulda, xohlang bu usulda bir xil javob chiqadi. Keyingisi siklopropan xlorlanganda vodorod xlorid hosil bo'libdi. Qancha xlor sarflangan? Xo'p, mana shu nozik savol, e'tiborli bo'lasiz. Qarang, 3 talik va 4 talik, ya'ni siklopropan, siklobutan. Buni xlorlaganimizda alkanlarga o'xshab bitta vodorodni chiqarib olib o'rniga xlor olib kelmaydi ekan. Birinchi bunga xlor qo'shganimizda nima bo'lar ekan bu? CH2 xlor, ya'ni bu birinchi halqani ochib xlorlanar ekan. Dixlor alkan hosil bo'lar ekan. Ana endi buni o'ziga xlor qo'shadigan bo'lsangiz, keyin buni o'zi nima bo'ladi? Alkanlarga o'xshab reaksiyaga kirishadi. CH misol uchun oxirdagi uglerodni nima bitta vodorodi keladi, o'rniga bitta xlor keladi va ana shu oxirdagi mana bu ugleroddan vodorod chiqib ketib, H xlor bo'ladi. Demak, hozir mana 1 mol vodorod xlorid demak nima bo'ldi? Hosil bo'lish uchun jami necha mol xlor ketdi? Jami 2 mol xlor ketdi. 2 mol xlor ketdi. Bizda ham o'sha 1 mol vodorod xlorid deyapti. Demak 2 mol xlor ketsa 1 mol H xlor hosil bo'ladi. Masalada ham 1 mol H xlor hosil bo'ldi degan. Bu degani 2 mol H xlor sarflandi, degani ekan. Shunda B javob. Kattaroq vakil mana 5 talik bo'ladigan bo'lsa, uni 1 moliga 1 mol xlor qo'shasiz, 1 mol H xlor joyida chiqadi. U halqa ochilib o'tirmaydi. Bunda 1 mol xlor halqani ochishga ketyapti. Yana 1 moli o'sha o'rin olish reaksiyasiga kirishadi. Xo'p, endi keyingi savolimiz 1 metil 2 izopropil siklopropan gidrogenlanganda nima hosil bo'lmaydi deyapti. Birinchi navbatda moddani o'zini yozib olaylik, keyin mana bu yerda o'xshatib mana asosiy zanjirda 3 ta uglerod bor, tashqarida bitta metil, mana bu yerda izopropil bor. Xo'p, endi bu simmetrik modda emas, shuning uchun har bitta bog'ini alohida uzib chiqamiz. Simmetrik bo'lmagan moddalarda xalqida nechta uglerod bog'i bo'lsa, hammasini uzib chiqamiz dedik. Bunda ham xuddi shunday hammasini bitta-bitta uzib, nima qilamiz? Vodorod bog'lab chiqamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Xo'p, birinchisi keling 3 taga joy sig'ar ekan, shuning uchun uchalasini ham mana shunday yozib qo'yamiz. Xo'p, birinchisi, agar mana bu yerdagi bog' uzilsa, vodorod keldi ikkalasiga. Xo'p, bog' uzilgandan keyin nima bo'ladi? Bog' uzilsa, mana tasavvur qiling, bog' uzildi. Raqamlash qanday bo'ladi? Raqamlash mana bu yerdan ketadi. Chunki bu yoqda radikal bor. Ya'ni hozir mana raqamlash bu tomondan ketadi. Yo'q, sal kichkina bo'lib qoldi. Mana shu mancha. Xo'p, raqamlash mana bu yerdan ketadi. Va uglerodlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shunda 2 metil geksan hosil bo'ladi ekan 6 ta uglerod bo'lsa. Bizdan hosil bo'lmaydi deyapti. Birinchisi xato. Ikkinchisi, mana bu bog'ni uzib ko'rsak, endi ko'rinib turibdi, birinchi, ikkinchida metil kelyapti. Bunaqasini sanasak, birinchi, ikkinchida metil kelyapti. Bu simmetrik modda, shuning uchun bunga
nima qilish kerak emas. Qaysi tomondan raqamlashda farqi yo'q. O'ylanib o'tirish shart emas. 1 2 3 4 5. Buni nomi 2 4 dimetil pentan. 2-4 dimetil pentan ham hosil bo'ladi ekan. Ketdi. Keyingisi vodorod kelgandan keyin mana bu bog' uzildi desak, xo'p, raqamlash qaysi tomondan ketadi? Mana bu tomondan kelsak 1 ikkinchi uglerodda radikal bor, mana bu tomondan kelsak 1 2 3 ta radikal bor. Shuning uchun raqamlash bu tomondan ketadi. 1 2 3 4 5. Demak 5 ta bo'lyapti ekan. 1 2 3 4 5. Ko'rinib turibdi, ikkinchi va uchinchi uglerodda bittadan metil bor ekan. 2-3 dimetil pentan bo'ladi. Demak, bu modda ham hosil bo'ladi ekan. Bizdan hosil bo'lmaydiganini so'rayapti. Aynan B javob bo'ladi ekan. Tushunarlimi? Moddani o'zini ham mana bu yerga mana qo'yib qo'yaman, mayli. Siz o'zingizdan shunda bitta bog'ni uzasiz. Endi bu programmada qulay bo'lgani uchun men sizga to'g'ri vodorodni uzib ko'rsatib berdim. Keyingisi siklopentan, siklopropan va vodoroddan iborat aralashma 70 gradusgacha qizdirilganda hajm 10% ga kamaydi. Xo'p, bunda mana bu narsa kerak-da bizga. Mana bu narsa kerak. Endi mana bu narsani ishlatsa bo'ladi. Xo'p. Mana bu. Buni ikkita qilamiz, rasm qilamiz. Bu sal ko'proq bo'lishi ham mumkin. Sertifikatda ham shunaqa savol tushib qolishi ham mumkin. O'zi qiyin emas, shunchaki sizga tushuntirib berishim kerak. Demak, siklopropan, siklopentan va vodoroddan iborat aralashma 10% ga kamayibdi. Mana bu dastlab 1 mol oladigan bo'lsak, 1 molni o'zi 100%, 10% kamayish qancha bo'ladi? Topaydigan bo'lsak 0,1 mol chiqadi. Demak, 0,1 mol kamayish bo'lgan. Tushunarlimi? 0,1 mol kamayish bo'ladi. O'zi 1 mol edi. 0,1 molga kamaysa qancha qoladi desa, 0,9 mol qoladi. Demak, mana bu aralashmamiz 0,9 mol ekan. Tushunarlimi? Endi biz reaksiyani yozadigan bo'lsak, C3H6. Buni 1 moliga 1 mol vodorod reaksiyaga kirishsa, 1 mol C3H8 hosil bo'ladi. Qarang, reaksiyada 1 moliga 1 mol reaksiyaga kirishi 1 mol hosil bo'lsa, 2 moldan 1 mol hosil bo'lyapti. Bu degani 1 mol kamayish. Bizda qancha kamayish bo'ldi? 10%. Mana topdik, 0,1 kamayish. O'sha 0,1 mol kamayishni olib kelib qo'yamiz va reaksiyaga kirishgan vodorodni, siklopropanni topamiz. Demak, mana bu ham 0,1 mol bo'ladi, vodorod ham 0,1 sarflangan, mana bu propan ham 0,1 mol hosil bo'lgan. Demak, mana bu hosil bo'lgan propanimiz 0,1 mol. Endi mana shu idishdagi hamma gazimiz 0,9 edi. Mana bu modda 0,1 mol bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bular qancha bo'ladi? Bular umumiy 0,9 dan 0,1 ni ayiramiz, 0,8 mol bo'ladi. Tushunarlimi? Qayerdan kelgani menimcha tushunarli. Umumiysidan tepadagi birinchi aniq bo'lganini aytsak, qolgan noaniqlar kelib chiqadi 0,9 mol, 0,8 mol. Mana shu ekan. Endi hozir 350 gradusgacha qizdirgan paytimiz, 350 gradusgacha qizdirganimizda nima bo'ladi? C5H12 reaksiyaga kirishadi. Keling, mayli, buni o'zini rangida yozib qo'ya qolaman. Xo'p. C5H12 H10 bu reaksiyaga kirishadi vodorod bilan, hosil bo'ladi C5H12. Endi qarang, hozir oxirida aralashma 3 ta gazdan iborat bo'lyapti. Mana bu gazni o'rtachasi 44. Qarang, o'rtacha molekulyar massa ham 44, bitta gazni massasi ham 44. Demak, mana bu ikkita gazni ham o'rtachasi 44 gram taqsim mol bo'lishi kerak. Shunda o'rtacha 44 bo'ladi. Agar mana bu pentan bilan vodorodni o'rtachasi 45-46 bo'lsa, o'rtacha 44 bo'lmaydi. O'rtacha 44 degani bitta gazni massasi ham 44 bo'lsa, qolgan gazlar ham 44 bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa hammasini o'rtachasi 44 bo'lishi kerak. Shunda o'rtacha o'zgarmaydi. Bu yoqda ham hozir mana siklopentandan chiqqan pentan va ortib qolgan vodorod. Ana shuni o'rtachasi 44 bo'lgan. Mana shuni o'zini diagonalga tashlashimiz kerak. Demak, pentan o'zi C5H12 va bizda ortib qolgan vodorod.
yoki bo'lmasa keling men shuni o'zini rangida yozaman. Endi siz tushunishingiz uchun-da bu ham. S5H12 bu o'sha reaksiyada hosil bo'lgan alkan va H2 bu ortib qolgan vodorod. Mana shuni o'rtachasini 44 ga tenglaymiz. Xo'p, ishlaydigan bo'lsak bu 72, bu 2, o'rtachasi 44. Ayiradigan bo'lsak 28 chiqadi, bu yog'i 42 chiqadi. 14 ga bo'ladigan bo'lsak 3 ga 2. Keling, mol nisbatini 3x 2x deb olamiz. Ya'ni hosil bo'lgan siklopentanimiz pentanimiz necha mol ekan? 3x ekan. Keling, mana buni shunday olaylik, mana shu joyga. Yoki bo'lmasa, mana shu yerda o'ziga ham yozib o'rsa bo'ladi. Keling, mana shu yerda o'zida yo'q, bu yoqda yozmaylik. Shuni bardak bo'lib ketib qoladi. Xo'p, mana bu yerga yozamiz. Qarang. Hozir dastlabki sarflangan muvozanat desak, biz hozir nimani topdik o'zi? Nimani topdik desa, diagonalga tashab, mana bu moddamizning moli 3x bo'lsa, ya'ni pentanimiz 3x bo'lsa, ortib qolgan vodorod 2x bo'ladi. Ya'ni biz adashdim. Mana bu 2x bo'lsa, mana bu 3x bo'lar ekan. Biz mana shuni topdik hozir. 2x 3x. Xo'p, endi ya'ni ortib qolgan vodorodni o'zi 3x, 2x, siklopentanimiz, pentanimiz 3x. Mana shu orqali reaksiyaga kirishganini topadigan bo'lsak, bu 3x vodorodda reaksiyaga kirishgani, bu 3x o'sha siklopentanni reaksiyaga kirishgani. Qarang. Mana bu hammasi birgalikda necha mol edi? Mana hammasi birgalikda mana bularni hammasi birgalikda necha mol edi? 0.8 mol edi. Endi mana bu siklopentan va u bilan reaksiyaga kirishgan vodorod, ya'ni binafsha ranglar mana topdik. 3x 3x ekan. Mana bu vodorodni o'zi, mana vodorodda 2x dedik. Bu vodorod 2x ekan. Mana shu hammasini qo'shib nimaga tenglaymiz? 0.8 ga tenglaymiz. Ya'ni o'sha 3x mana bu tushunarli bo'lyapti sizga. Mana shu qism kerak bizga. Xo'p. Mana. Xo'p, bizda o'zi mana masalani shartini bu yoqdan olib tashlasak ham bo'lar ekanda. Nima kerak bu narigi betda bor-ku. Xo'p. Qarang, biz hozir mana shularni hammasini 0.8 ga tenglab olishimiz kerak. Demak, 3x siklopentan, 3x u bilan reaksiyaga kirishgan vodorod va mana bu vodorodning o'zi 2x mana. Bu ikkalasi bir xil. Mana shu hammasini qo'shib 0.8 molga tenglaymiz. Xo'p, shunda 8x teng bo'ladi 0.8 ga, x teng bo'ladi 0.1 ga. Mana topib oldik. Endi siklopentanimiz 3x ekan, buni molini topsak 0.3 mol bo'ladi. Nima uchun buni molini topdik? Chunki masalada aytib, siklopentanni mol ulushini toping, dastlabki aralashma deyapti. Dastlabki aralashmani biz 1 mol oldik. Undagi siklopentanimizni o'zi 0.3 mol bo'lar ekan. Demak, foizini topish uchun oxirgi qiladigan ishimiz 1 molda o'zi 100%. 0.3 mol sikloalkanimiz qancha? Ya'ni siklopentanimiz qancha desak, 30% chiqadi ekan. Shunda C javob. Bu masalani yana bir marta o'zingiz qayta ko'rishingizni maslahat berardim. O'shanda menimcha yaxshiroq tushunasiz. Rang bilan yozib tushuntirganman, aralashib ketmasligi uchun. Boshqatdan ko'rsangiz katta ehtimol yaxshi tushunib olasiz. Keyingi oxirgi masalamiz 0.8 mol sikloalkanni yondirish uchun 3.6 mol kislorod sarflansa qancha karbonat angidrid chiqadi? Endi sikloalkanlarning yonish reaksiyasini ko'radigan bo'lsak, 1.5 N kislorod ketadi va N mol karbonat angidrid hosil bo'ladi N mol suv bilan. Xo'p, endi bizda sarflanadigan kislorod 1.5 N, hosil bo'lgan karbonat angidrid N.
kislorod 3,6 mol bo'ladigan bo'lsa, proporsiya qilib karbonat angidrid tepasini to'g'ri topsak bo'ladi, chunki mana bu n'lar qisqarib ketadi. 3,6 ni 1,5 ga bo'ladigan bo'lsak 2,4 mol chiqadi. Demak, umumiy hosil bo'ladigan karbonat angidrid 2,4 mol ekan. Biz qaysi siklolkanligini topib o'tirmasdan shunchaki karbonat angidridni topib qo'ysak bo'ladi. Ajob. Shunaqa gap do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Paka.